Assalomu alaykum. Mani intizorlik bilan kutgan obunachilarim. Bugungi oshirimizni egizaklar burji ostida tug'ilgan vakillarga, ya'ni sohiblarga baxshida etamiz. Egizaklar 22-mayda 21-iyun kuniga tug'ilgan insonlar hayotida juda ham ko'p narsani xohlashadi, bilasizlarmi? Ular nima deydi? Qarama-qarshi xarakterdagi insonlardir. Ular kayfiyatning odami desa ham bo'laveradi, aniqrog'i, to'g'rirog'i. Lekin egizaklar chin do'st sifatida namoyon eta olsangiz o'zingizni ularga o'zlarini sizga baxshida qilishiga tayyor turadi. Shu gap bilan yanvar oyiga egizak burji ostida tug'ilgan sohiblarimizni xo'p, mana bunday familiya taroda boshlaymiz. Buni mana kartaga ega bo'ladi. Yanvar oyida egizak burji sohiblarini nimalar kutmoqda? Yanvar oyi bizga nimalarni olib kelib beradi? Nimalarga tayyor bo'lishimiz kerak? Demak, karta durak. Karta durak degani bu to'g'ridan to'g'ri durak degani emas. Bu telbachalik, hamma narsaga qarashlik, bee'tiborlik, ya'ni nima deydi, hamma narsaga переживать qilib, siqilib, o'ylanib yurish degani emasda. Osongina qaranglar deyapti. Ko'pchilikka bu farzand keltirishi mumkin, chunki bu beg'ubor bola deydi. Xayolini yoqmagan holda ishlar qilib yuradi. Ko'pchilikka bu yangi начинаниялар, yangi etap boshlanadi. Ko'pchilik bilmagan, umuman xayoliga keltirmagan narsalarga qo'l urishi mumkin. U nimaga olib keladi, qanday rezultatlarga olib keladi? U bilan chunki durakning ishi yo'q bizda. Nima desam bo'ladi yana? Osonlikcha bilan, ko'ngil xotirjamlik bilan qaranglar, ikkala qo'lini quyoshga yoyib, men tayyorman, dunyo oldinga ketyapman deb oyningdan sakrab hatlab o'tishiga ham tayyor. Fevral oyini vintajniy taroda ochamiz. Fevral oyiga bizga nimalarni olib keladi? Nimalar bilan qarshilab oladi bizni? Biz nimaga tayyor bo'lishimiz kerak? Biz nimalarni bilishimiz kerak? Egizak burji ostida tug'ilgan sohiblar, yana durak. Ko'ryapsizlarmi? Ketma-ket durak kartasi tushyapti. Durak kartasi yanvarda boshlangan beg'ubor, e'tiborsiz hayotingiz fevral oyiga ham cho'zilib ketyapti. Ya'ni nima deydi, psixologda maslahatlariga binoan hamma yoqqa haligi siqilmasdan tek qo'y. Dunyoni suv bossa o'rdakka ne g'am degan lozung ostida yashaymiz, o'rtoqlar. Lekin kimdir startap, proyekt, loyiha farqi yo'q. Qandaydir ish, biznes yoki yangi ishga o'tish yanvarda ko'zlab yurgan narsalarning fevral oyiga ham o'tyapti. Demak, bu 2 oy davomida cho'zilib yuradi. Uni pishirtirasizlar, proyektlaring bo'lsa, startaplaring bo'lsa, oxirigacha yetkazdirasizlar va yangi qadam bilan uni taqdimotini qilishlaringga to'g'ri kerak bo'ladi. Oilada, oilalilarga tabriklayman. Yanvardan balki fevralga o'tar oylarda farzandli bo'lish ehtimoli bor. Kimdir farzandli bo'lasiz degan xush xabar eshitishi ham bor. Studentlar, ya'ni sessiyalarni yopib, yangi semestr, birinchi kurslarda bahorgi semestri ham yangi semestrda, bu ham yangilikda, bu yangilikka, bilmayotgan dunyoga, sarguzashtlarga qadam bosayotgan bo'lishadi. Mart oyini biz Taro mistikskих momentlarda ochib, fevral bilan yanvardan ularroq bizni nima kutadi? Aynan bu taro bizga nimalarni olib keladi degan gaplar bilan boshlaymiz. Qani, egizak burch sohiblari, mart oyi. Troyka pentakli. Troyka pentakli degani, qaranglar, bu kollektivda, ya'ni mana proyektlarni noldan boshlab ishga
yoki masalan semestrda bittasini yakunlab ikkinchi semestrda sessiyaga biznesda bo'ladimi, oilada bo'ladimi, damlaringni olib kanikullarda mana anchagina noldan hayotlaringni, ishlaringni, munosabatlarni nima bo'lishidan qat'iy nazar xohlagan savolingizga noldan boshlashdan qat'iy nazar degan javob beradi bu durak. Biz ya'ni qo'l yenglarimizni shimarib, belni mahkam kamarlar bilan baylagan holda ishga kirishimiz kerak. Bu ish yakkali ish emas, bu kollektivniy rabota. Ya'ni kollaboratsiyalarda, proyektlarda, startaplarda, loyihalarda, o'qishlarda, oilada masalan yangi ishlarga qo'l urayotganingizda bitta yakkalikda emas, bu kollektivniy ishni bildiradi, kollektivniy rabotani bildiradi, uyg'unlikni. Agar ishda ishlayotganlar bo'lsa, yangi nima deydi, karyerni rostdagi perspektiva, kelajakdagi perspektivasi bor ishni ko'rsatadi bu. Ya'ni bu katta davlat ishlarida, biznesda, частный ishlarda ko'rsatishi ham mumkin. Tadbirkorlar masalan kollektivlarni kengaytirib, birgalikda yondashib ishga chorlayapti mart oyi bizni. Shu bilan biz aprel oyiga o'tamizda va aprel oyini Taro Druid Craft kartasida ochamiz. Taro Druid Craft bizga nimani olib keladi aprel oyiga? Bizga aprel oyi egizaklar burji sohiblariga, ya'ni 22-maydan 21-may, iyun kuni qadar tavallud topgan insonlarga Королева чашni olib keladi. Королева чаш, qizlar, это эмоциональное наполнение. Королева чаш o'zini ostida, ya'ni butun boshli tuzdan ritsar chashkacha bo'lgan xalqini, mладший arkanlarni, o'zidan kichkina bo'lib turgan kartalarni boshqaradigan ayol. Bu kursida o'tiradigan ayol. Lekin ming qattiq butun boshli kolodani, ya'ni suv stixiyasi, burji ostidagi kartani boshqarishdan qat'iy nazar bu juda ham emotsionalniy karta. Ya'ni aprel oyi sizlarga qandaydir emotsionalniy hordiq olib keladi. Kimdir xursand bo'ladi, kimdir xafa bo'ladi. Bu kacheli, bu to'lqin, bu emotsiyalarda, bu kayfiyat kartasini bildiradi. Kimdir yutadi, kimdir yutqazadi. Lekin Koroleva chash yutqazmaslik kerak. Hamisha olg'a va olg'a, ya'ni kelajak sari yurgan bo'lishi kerak. Ko'z yoshlarini ko'rsatmagan holda. Kimdir uylamagan yigitlarimiz o'zlariga juda halol topishi mumkin aprel oyida. Koroleva chash, ya'ni bu juda ham muloyim, juda ham jozibador, nima desam bo'ladi, nihoyatda tez xafa bo'luvchan va tez ko'ngli ko'taruvchan, sizga do'st, mehribon rafiqa, mehribon ona vazifasini bajaruvchi rolga juda ham yaxshi kandidat bo'lishi mumkin. Atrof muhitlaringda shunaqa ayol bo'lishi mumkin. Opalarimiz, singillarimiz, munosabatlarimiz shunday nozik tabiatli ayollar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ishda kollektiv xodimlaring ham shunday bo'lishi mumkin. Aprel oyini tugatgan holda biz nimaga o'tamiz? Таро блуждающей звезды degan kartaga o'tamiz. Mana bunday karta. Таро блуждающей звезды egizak burch sohiblariga nimalarni olib keladi? Король мечей. Umuman qarama-qarshi, Koroleva chashga qarama-qarshi, ya'ni karta bo'ladi bu. Demak, Король мечей yanvar, fevral, mart, aprel, may oyiga bizni qattiqqonlik bilan, hamma narsaga sovuqqonlik bilan bo'ldi. Burnilarimizni qoqib, ko'z yoshlarimizni artib, kuchli bo'lishimizga jalb qilyapti, chaqiryapti. Ya'ni bu sovuqqonlik bilan, ratsionalniy aql, bilan hamma narsaga yondashdi va bu karta juda ham tez harakatlarini harakatlantiruvchi karta. Imillamasdan ko'timizga tepki yediryapti mana bu karta.
yotma, o'rningdan turda, harakatingni qil, sovuqqonlik bilan qara deyapti. Ba'zi bir odamlarga bu karta mayda o'zlaringni sog'liqlaringga e'tibor berishlaringni ga urg'u beryapti. Обязательно diagnostika qilishlaring kerak. Bu vrach kartasi ham bildiradi. Bu qaysidir bir yashiringan, chiqmagan kasal, bezovta qilayotgan og'riqlar, kasalliklarda mana shu ya'ni may oyida diagnostikada analizlar bilan chiqarishimiz ham mumkin bo'ladi. Tak, biznes, pulda, finansida, karyerada, o'qishda studentlarga endi har xil vaziyatda savollar ko'rishimiz mumkin-ku, chunki bizni 18 yoshdan 60 yoshgacha ko'rayotgan obunachilarimiz bor. Oilada ham nima deydi? Oilaga alohida urg'u beramiz. Ish kartasida jilovlagan holda tezda uchar chaqmoqdek biza haligi nima deydi? O'qotardek harakat qilishimiz kerak. Aqlimiz bilan ish rezultat beradi aprel oyida. Ba'zi birlarimiz aprel oyida organlar, ya'ni xodimlarimiz bilan uchrashuvlar, ya'ni muammoli vaziyatlar keltirib chiqarishi mumkin mana bu karta. Ehtiyot bo'lamiz. Oilaga qaytadigan bo'lsak, demak, albatta qandaydir zaharchalik fe'lini ko'rsatyapti. Bu juda tez kesar, o'jar, haligi bitta gapirsa ikkita gap bilan chaqoliydigan kartani bildiradi. O'zimizga hay berib va jilovlab olgan holda, ya'ni oilani totuvlikda, tinchlikda, birgalikda, uyg'unlikda ushlab va kelajak sari olib borishimiz kerak. Aprel oyini tugatgan holda biz may oyini tugatgan holda iyun oyiga o'tamiz. Iyun oyini Svetliy Providence taroda ko'ramiz. Svetliy Providence bizga nimalarni olib keladi? Iyun oyida egizak burji ostida tavallud topgan insonlar bizga yana koroleva chash bo'ladi. Nima bu? Emotsionalniy kachela bo'lyaptimi? Qaranglar, koroleva chash bir narsa sizni bezovta qilyapti. Bir narsa sizni bezovta qilyaptiki, o'shaning uchun kachela bo'lib, nima deydi, dengizni to'lqiniga o'xshab o'zgaruvchan. Balki psixolog maslahatiga muhtoj bo'lasizlar. Kimdir tvorchiskaga, balki rassomchilikka, kulolchilikka, tikuvchilikka nima desam bo'ladi, qandaydir bu tvorchiskiy karta-da, shunga qo'l urgan bo'larmidik deyman-da aka. Qanaqadir bir krujoklarga boramizmi? Koroleva chash, emotsionalniy chash, emotsiyalarni qo'lga ushlagan holda, sovuqxona qaragan holda aqlim bilan ish yurg'izdirishimiz kerak bo'ladi. Iyul oyini mana bunday sovuq, ya'ni runicheskaya taroda ochamiz. Ratsionalizmni berish niyatida egizak burchi ostida tavallud topgan insonlarga повешенный, yana повешенный. Aytyapman-ku, haligi egizak burchi ostida tug'ilgan insonlar, bular qarama-qarshi xarakterga ega insonlar. Ular kayfiyat odami. Birdan qarasangiz, mana koroleva chash bo'ladi. Mana. Birdan qarasangiz, bular qirol michey bo'ladi. O'zi korol michey bu o'zlarini kartalari. O'zini stixiyasi, ya'ni bu воздушный знак. Havo burji ostida tug'ilganlarning kartasi bu. Birdan qarasangiz, повешенный, durak bo'lib, tormizlanib qolib, na aqli, na bag'li ishlari yurishadigan bo'ladi. Повешенный karta iyun oyigacha hamma qilgan ishlaringni to'xtab tur, shoshilma. Boshqa burchak ostida, boshqa gradusda, balki mana bunday emas, balki boshqa bir burchak ostida nazar solarsan, analiz qilasan. Shu kungacha qilgan ishlarimizni, itogini chiqarasan deb chorlayapti bizni. Shoshilma, shoshqaloqlik bilan ishlarni qilmagin, afsuslanasan, to'xtab tur deb muhit ham, vaziyat ham sizni to'xtatib turishga, qilayotgan ishlaringni stop, kadr deb tormozlantirib qo'yishi mumkin. Oilada ham bo'lishi mumkin. Munosabatlarda ayniqsa to'g'ri qarorga keldimi, shu inson meni turmush
o'rtog'immikan, afsuslanmaymanmi yoki bir qandaydir boshqa jihatlari menga ko'rinmayotgandir deb turib, boshqa gradusdan, boshqa burchakdan qandaydir razvorot qilib turib, boshqa nazar bilan qarashlaring mumkin, o'ylanishlaring mumkin. Biznes partnyorlikda to'xtab tur, shoshilmay tur. Vaziyat, ya'ni muhit tormozlantirib qo'yadi. Nimaga? Bu sizga signal. E'tibor ber, shoshilma. Krach, bankrotga uchrab qolmagin keyin. Biznesni biz nimaga boshlayapmiz? Ya'ni kelajakda zamin yaratishga, boyib ketishimizga, rivojlanishimizga, investitsiyalarni bekorma-bekor qilmaymiz, to'g'rimi? Bizneslikka, partnyorlikka ehtiyot bo'linglar. Partnyorlaringga ham qaranglar, urg'u beringlar. Aldamayaptimikan? Qanday ketish kerak? Demak, biz itoglarni podvodiz qilishimiz kerak, analiz qilishimiz kerak. Qog'oz olib turib, hamma plus minuslarini chiqarib olishimiz kerak-da, keyin ish harakatini boshlashimiz kerak. Bu iyul oyi. Avgust oyini Illuminati degan kartada ochamiz. Illuminati karta avgust oyiga egizak burji ostida 22-mayda 21-iyunga iyun 7 tavallud topgan insonlar hayotida nimalar sodir bo'ladi? Tak. 4 jezlov. Mana endi kulminatsiya jarayoniga keldik desam bo'ladi. Tabriklayman. Biz to'xta, shoshilma degan narsalarimiz oilada, muhabbatda, sevgida, munosabatlarda, biznesda, karyerada, pulda, student o'qishimizda, ya'ni rezultatimizni beramiz. To'rt devorimiz mustahkam bo'ladi. Oyoq ostimizdagi qattiq yerda turishimizni his qilamiz. Ya'ni hamma yoq muhayyo bo'ladi. Zo'r yakun chiqadi. To'ylar boshlaydigan karta bu. Ya'ni avgust oyida ikki jufti halollik bilan tabriklab, boshlaridan nikohlarini o'tkazdirib, to'ylar muborak deb qichqirib, nima deydi, ko'kragiga uradigan va to'ylarni boshlaylik deb sizlarni jalb qilib qichqirayotgan karta bo'ladi. Sentyabr oyida biz mana ekranga ham kirmayapti, bunday qilib ko'rsataman. Yeva tarosini ochamiz. Yeva tarosi bizga nimani olib keltiradi? Mana qaranglar, juda ham nejniy karta. Yeva taro kartasi sentyabrda bizga kolesoni olib keltiradi. Koleso degani o'zbekchasiga tarjima qilishdan kerak emas. Ya'ni kolesnitsa degani, ya'ni yo'lga harakatlanamiz. Ya'ni to'rt devorimiz mustahkam bo'lib, bitta etapdan o'tib ikkinchi etapga qurollangan holda olg'a, kelajak sari zo'r yakun topdim, yana davom ettiraman, ustiga ust qo'shaman proyekt loyihalarda, ya'ni studentlarimiz keyingi etaplarga, keyingi sessiyalardan zo'r yakun chiqarib, zo'r xulosalarga kelib, hamma semestrlarni yopib, ya'ni keyingi etapga, yangi sentyabrga yuqori kurslar talabalari bo'lishiga borasizlar, tayyorgarlik ko'rasizlar. Nima deydi? Muhabbat, sevgi izhorlaring avjiga oladi. Kimdir ishlarni bir chetga surib, dam olishga, hordiqqa, ya'ni putешествие, travelga chiqishi mumkin. Nima desam bo'ladi? Bu kolesnitsa, olg'a va olg'a, bu mashina, bu yo'l, bu faqat oldinga harakat. Qarasalaring, uchar ot ham bor, mashina ham bor, yo'l ham bor. Egizaklarimiz ikkilanmasdan, nima deydi, otlarga minib kelajak sari otlanamiz. Oktyabr oyini mana bu Zolotoy universalniy taroda ochamiz. Bunday karta bo'ladi. Oktyabr oyi egizak burch ostida tug'ilgan sohiblarimizga nimalar olib keladi deganda koleso fortuna chiqyapti. Koleso fortuna bu omad kartasi. Ya'ni omad kulib boqadi sizlarga. Bu sizlarga bog'liq emas. Kimgadir boqadi, kimgadir boqmaydi. Bu vaziyatga bog'liq, qilayotgan xatti-harakatlaringga ham bog'liq emas. Bu koleso fortuna. Kimdir peshonasi yaltillagan bo'lsa, omadi kulib boqadi, kimgadir yo'q. Bu ruletka. Кому повезет deydi-ku. Bu bizga bog'liq emas insonlarga. Ming xatti-harakatni 100 gradus bas 180 gradusga o'zgartirsak ham bu tevadan, ya'ni Allohdan bergan omad deyiladi. Shu hammaga omad tilayman. Noyabr oyiga.
oktyabr oyiga oktyabr oyiga hammaga omad tilayman. Hamma ishlaring 100% natija berishini xohlab qolib, biz noyabr oyiga o'tishimizni mana bu kartada ko'ramiz. Noyabr oyi egizak burchlariga nimani olib keladi? Ya'ni Hierofant degani bu dinni bildiradi. Ya'ni dindor odam, to'g'ri go'y, to'g'ri so'z, to'g'ri harakatlar qiluvchi, xayoliga zarrachayam harom xalish narsalar kelmaydigan. Agar yigitlaring bilan qizlaring uchrashib yuradigan bo'lsalaring 100% bilinglarki, ishoninglarki, sizlarni aldayotgani yo'q. Bu juftlikni, halollikni, ya'ni to'y hashamlarini boshlovchi, haloli pok, bu уже 100% xotini yoki eri bo'lishlik kartani bildiradi. Agar noyabr oyida ko'rayotgan egizaklar juft halolini niyat qilib turgan bo'lsa, mana sizlarga isboti 100% to'g'ri, ishonsalaring bo'ladi. Ba'zi birlariga bu ya'ni guru, domla, uchitel deb bildiradi. O'zlaringga ustoz topasizlar. U farqi yo'q, ustozlikda chegarasi yo'q, bilasizlar, oddiy tikuvchilikdan tortib kulolchilikkacha. Biznesda bo'ladimi, balki institutlarda mana yakunlab, bakalavr yakunlab, magistraturani yakunlab, doktoranturaga kirayotganlar yanvar oyidan boshlanadi. Mana shu noyabr oyi sizlarga judayam eng cho'qqisiga mavqega yetgan oy bo'ladi. Imtihonlar, dokumentlar topshirayotgan, o'zlaringga mana ustoz, domla, rukovodитель o'tirayotgan paytlaring ham kelishi mumkin. Bu judayam yaxshi karta. Ya'ni noyabr oyi bizga judayam yaxshi keladi. Ba'zi birlarga bu dinga qara, dindan chiqib ketmadingmikan, bir namozlaringni o'qi, xayriy ehsonlaringni qil, odamlarga yolg'on gapirma deb cheksizi yo'q bu kartani ta'birini gapirsam, faqat yaxshilik bilan kelishim mumkin, aytishim mumkin bo'ladi. Noyabr oyini shu karta bilan yakunlab, dekabr oyiga o'tamiz. Dekabr oyini biz nima desam bo'ladi? Mana bu bezumная luna tarosi bilan boshlaymiz. Qani, bezumная luna bizga dekabrda nima bilan yakildi, nima bilan yakunlab beradi? Egizaklar, dekabr oyida mana bezumный lunada bezumный diyavol kartasi chiqdi. Bu shayton kartasi. Shayton kartasi degani bu shaytonlanish emas. Bu bizga nima deydi? Hamma yil mavsumi bo'yicha 12 oyda yiqqan natijalaring zoyi ketmagan. Bu materialniy, ya'ni foniy bilan boqiy dunyo bor. Bu nima desam bo'ladi? Bu foniy dunyoni kartasi. Ya'ni biz bizneslarga, karyeraga, urg'u pulga, taqinchoqlarga, kiyimga, mashinalarga urg'u beramizda, diniy kartaga sal chetlashamiz. O'shaning uchun birinchi bo'lib ana diniy karta chiqmagan. Diniy kartadan keyin mana bekordan bekor tarot ko'rsatmaydi-da. Mana foniy dunyoyini o'ylama, boqiy dunyoyini o'yla. Xatti-harakatlaring dinimizdan chiqib ketmasin, dinni ichida bo'lsin. Halol, pok yasha deyapti. Kimgadir yangi sevgi, muhabbat uchraydi dekabr oyida. Bu yangi sevgi, muhabbat, отношения, ya'ni munosabat judayam stressni, o't olovli bo'ladi. Bir-birlaringga bog'lanib qolasizlar. Kimdir ichkilikka ruju qo'yishi mumkin, kimdir chekishlikka ruju qo'yishi mumkin. Bu nima deydi? Bir narsaga bog'langan narsada bizni mana shu shayton aldab bir narsa bilan bizni ushlab turadi. Uchmeyliga. Lekin yaxshi bas pulga, bu pul nima deydi, bizga chaqirib beradi. Ya'ni munosabatlarni chaqirib beruvchi karta, mashinalar, uylar, отношениялар, yana nima desam bo'ladi? Alkogolni ham, sigaretni ham chaqirib beradigan. Bu yer kartasi, yer unsurida, bu nima desam bo'ladi? Biz qonimizda shayton yuradi-ku, shu gijgijlab turadigan karta bo'ladi bu bizga dekabr oyida. Lekin unga urg'u bermaymiz. Undan oldin bizga Hierofant, ya'ni domla, ya'ni diniy karta chiqdi. Shu nuqtada egizak burji ostida tavallud topgan insonlarni men kelayotgan 2026-yil bilan tabriklab, ular nimaga niyat qilgan bo'lsa, orzularini, niyatlariga ushalib yetishishni xohlayman. Menga esa like qo'yib olinglar. 1 sekund ketadi. Podpiska knopkani bosib qo'yinglar. Bizni podpiskasi ko'rayotganlar million ekan. Statistikani ko'tarsam. Shu nuqtada sizlar bilan xayrlashib qolaman. Va ko'p chiqmayotganim sababi, chunki men tarot kursini tugatib, o'quvchilarimga
ozgina vaqtim ketganligi sababi sizlar bilan uchrasholmay qoldim, chiqolmay qoldim. Yangi kurs ochyapman. Yozmoqchi bo'lganlar bemalol menga WhatsApp orqali shapka profillarda nomerlarim bor, yozib kontaktlarni qoldiringlar. Aloqaga chiqamiz. Yangi kurs ochishga harakat qilamiz. Bayramlar o'tib olgandan keyin men ham dam olganimdan keyin, chunki o'quvchilarimga ham juda ham katta energiyam sarflagan bo'lgan bo'laman. Xayr.